qaynanam ko'p uziga tushavermang, bu zararli deb aytadilar. Rostdan shunaqami? Bugungi zamondagi qaynanalar ultratovush tekshiruvini zararli deb bilishadi. Lekin ona uchun ham, bola uchun ham ultratovush tekshiruvi absolyutno beziyon hisoblanadi. Chunki o'zi hayotimizni o'zi har xil nurlardan, har xil gadjetlardan iborat bo'lib, o'shaning uchun bu ultratovush tekshiruvi ham xuddi shunaqa nur kabi, lekin beziyon hisoblanadi. Biz bitta narsa unutmasligimiz kerak, to'g'ri bir xil ayollarimiz, zo'rg'a homilador bo'lgan ayollarimiz yoki ko'p yo'qotish bo'lgan homilador ayollarimiz qo'rqib har 3 kunda yoki har kuni yoki har hafta uziga tushishi yaxshi ko'rishadi. Nima uchun? Nimadir o'zgarib qolmaydi. Ichidagi homila ham, misol uchun bola bunaqa paytda muvozanatni yo'qotadi yoki mana nur ta'sir qilganda bola notinch bo'ladi. Bu esa o'z navbatida bolani bezovtaligiga olib keladi. Hurmatli qaynonajonlarga aytmoqchiman, kelinlaringizga, qizlaringizga doktor, vrach, akusher, ginekolog meditsina ko'rsatma bilan uzi qildirish kerak deb tavsiya qildimi, значит, bunda qildirish kerak. Meditsina tomonidan ko'rsatma bo'lmasa, unda shart emas bekordan bekorga qildirish. Siz ham shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.